Yaponiyaning Spiker kompaniyasi va mashhura tibbiyot klinikasi tomonidan ochilgan ginekologiya va to'groq tayyorlash bo'limiga xush kelibsiz. Biz har bir onaga tabiiy tug'uruqni xavfsiz va unutilmas tajribaga aylantirishga yordam beramiz. Mashhura shifoxonasi eng so'nggi AI texnologiyasi bilan jihozlangan zamonaviy tug'uruqni kuzatish moslamasi Alert Monitor ni joriy etdi. Alert Monitor sun'iy intellekt orqali chaqaloq holatidagi g'ayrioddiy o'zgarishlarni aniqlab, tibbiyot xodimlariga rang va tovush signallari bilan tezkor xabar beradigan tizim bo'lib, prenatal tekshiruvlar hamda tug'uruq chog'ida bolani himoya qilishi uchun qo'llaniladi. Bugun biz Alert Monitor va mana bu ikki datchik yordamida chaqalogingiz yurak urishini hamda bachadoningiz qisqarishlarini kuzatamiz. Tekshiruv 20 daqiqa davom etadi va homiladorlikning 32 haftasidan keyin o'tkaziladi. Bu bizga chaqaloqdagi o'zgarishlarni uzoqroq muddat mobaynida kuzatish imkonini beradi. Keling, non-stress qisqacha NIST nimaga bu qadar qimmatli ekanini ko'rib chiqaylik. Birinchidan, oddiy ultratovush tekshiruviga nisbatan NIST chaqaloqni uzoqroq vaqt davomida kuzatish imkonini beradi. Uzoq kuzatuv nozik o'zgarishlar yoki erta ogohlantiruvchi belgilarni aniqlash ehtimolini oshiradi. Ikkinchidan, muddatidan oldin tug'ilish yoki homila distressi kabi xavf-xatarlarni erta aniqlab, o'z vaqtida va asosli qarorlar qabul qila olamiz. Zarur bo'lsa, kesarcha kesishni rejalashtiramiz, yoxud ona va bola uchun eng maqbul paytgacha tabiiy tug'uruqni kutamiz. Va nihoyat, NISTni ultratovush tekshiruvi bilan birlashtirsak, chaqaloq farovonligi haqida yanada aniqroq tasavvurga ega bo'lamiz. Bu esa umumiy diagnostika aniqligini oshiradi. Qisqasi, NIST bizga vaqt, chuqur tushuncha va ishonch beradi. Bu esa ona va bolani eng yuqori darajada xavfsiz saqlashga yordam beradi. Mashhura shifoxonasida bo'lajak onalar va ularning chaqaloqlari uchun turli dasturlar ham mavjud. Tabiiy tug'uruqni yanada xavfsiz va chinakam unutilmas qilish uchun bizga qo'shiling.